Menga qara Mustafa. Bola o'g'irlanganidan to'g'ri jarrohlik stoliga yotqizilmaydi. 2-3 kun qamab qo'yamiz. Mabodo politsiya sen bilan mendan xitlanib, ishni pachavasi chiqsa, bolani soppa-sog' holda ko'chaga qo'yib yuboramiz. Bolani qaytarsiz, pulni ham qaytaramanmi? Albatta. Lekin vaziyat biz kutgandek bo'ladi. Uni yuragi olinadi. Sen esa qolgan pulni olasan. Kalit yasatib kelaman. Hozir tramvay keladi, ketamiz, xo'p? Ketamiz. Senga ishondik. Safarda hech kimga, har qanday holatda ham hech kimga ziyon yetkazmaysan. Turkiya qamoqxonalariga ko'zim uchib turgani yo'q. Oyingiz o'g'lingizni olib kelish uchun oq fotiha berganlar. Ajrashish yoki xotiningizni do'pposlash uchun emas. Buni unutmang. Unutmayman Latofat. Lekin oyim qonuniy ajrashishimni ertami-kech tushunib yetadilar. Qanday qilib bo'lsa ham o'g'limni qaytaraman. Qanday qilib bo'lsa ham o'g'limni qaytaraman. Laylo o'g'limni bermasa, abjag'ini chiqaraman degan kayfiyatda bormasang bo'ldi u yoqqa. O'g'limni o'z xohishi bilan beradi. Layloga hammasini tushuntiraman. Mana ish pishdi o'rtoqlar. Shu yerga ovqat chaqiraymi yo biror joyga boramizmi? Men do'konga qarab turaman. Sizlar bemalol. Qornim to'q. Bu ish yaxshilik bilan bir haftada tugamasligi mumkin. Layloni ko'ndirgunimcha bir oy ham ketib qolishi mumkin. O'sha gap. Oyimni yolg'izlatib qo'ymassan. Nega menga aytmayapsan? Ul-bul ishlari bo'lsa, men ham qarashib turaman, o'rtoq. Xo'p, sizlarga ishondim. Menga ham ishoninglar. Uyga borishim kerak. Qo'pol bo'lsa ham bir gap aytaman. Ko'nglingga olmaysanmi? Nima? Istanbulga borganingda xotining Laylo kimlar bilandir mabodo gaplashib yurganini sezib qolsang ham, shunda ham unga indamaysan. Seni qamalib ketishingni biz xohlamaymiz. Sarvar aka, hamma holatga tayyor bo'lish kerak. U menga Layloni qilib yurgan ishlaridan o'limni hidi kelyapti degan. To'g'ri, u seni obro'sizlantirib chet elga ketib qoldi. Borganingda noma'qul ishlarni eshitsang ham, uni o'ldirib qo'ymaslikka va'da ber. Oyingni, Latofatni, meni, eng muhimi, o'g'lingni o'ylagin, Ali Asqar. Sizlardan bir gapni yashirdim. Endi aytmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi. Nimani yashirding? Layloga meni roziligimsiz xorijga ketsang, men bilan ajrashganing shu bo'ladi deganman. U ketdi. Demak, Laylo men bilan ajrashdi. Endi xotinim emas. Buni bilamiz. Qolganini gapir. Hamma gap Layloda emas, o'g'limda. U uyga sog'-salomat qaytishi kerak. o'g'lingiz oyisi bilan unga hech narsa bo'lmaydi.
Shuni aytmoqchiman. Laylo tufayli o'g'limga yo'da biror bir narsa bo'lsa, menga ozodlikni ham, hayotni ham keragi yo'q. Bor gap shu. Yaxshi niyat qil, Ali Asqar. Ochig'ini aytsam, ichingda bir yovuzlik bor. Uni yashira olmaysan. O'g'ling senga bahona. Mabodo deyapman. Ikkoving ham hamma ishlarim bo'yicha maslahat berishinglar, nasihat qilishinglar mumkin. Lekin o'g'limning xavfsizligi bo'yicha qarorni faqat men qabul qilaman. Tushunarlimi? Ali Asqar, O'g'lim borasida bo'lsa gapirma. Yaxshi qolinglar. o'g'liga nima qilishi mumkin? Hech narsa. Qancha bolalar onasi bilan chet elga borib kelib yuribdi. O'zi men sizga aytsam, Ali Asqar borgunicha xotini baribir bank ishi bo'yicha tergovga chaqiriladi. Iloyim shunday bo'lsin. Ko'rasiz. Tergovchi qidiruvga bermasidan Layla o'g'lini olib yetib keladi. Korrupsiyaga aralashgan odam uzoqqa bormasligi to'nkaga ham tushunarli. Ixtiyor o'zida. Yuring. Qahvami, choymi, afandim? Ko'chada ichdim, rahmat. Xo'p. Alo, beyim, uzr. Alpni yonida edim. Alpaslanimni. Nevaram yaxshimi? Ha, kechadan beri yaxshi. Rangiga ham qon yugurib qoldi. Ishingiz nima bo'ldi? Oldindan to'lov so'rashdi. To'lov qildim. Istanbulga qachon uchishingizni shu haftaning oxirida aytaman. Buncha yaxshi. Boringizga shukr. Ana bu masala nima bo'ldi? Yurak ko'chirib o'tkazadigan shifoxona bilan ham gaplashdim. Nevaraginamga yuragini berayotgan bolaga nima bo'lgan? Alo, beyim, eshityapsizmi meni? Avtohalokatga uchrab hamma yog'ini dabdalasi chiqqan. Hozir reanimatsiyada. Yo'q, bechoraga jabr bo'pti-da. Reanimatsiyadan chiqqan taqdirda ham uzoq yashamaydi. Juda ham afsusdaman. Shuning uchun ham ota-onasi rozi bo'lishdi. Bolamiz baribir bu dunyoni tark etadi deyishdi. Uni yuragi sizning nevarangizda yashasin deyishdi. Demak, faqat yuragi sog' ekanda. Ha. Shifokorlar qonini tekshirib, uni yuragi bizni Alpaslanga 100% mos tushishini aytishdi. Aslida qarindoshning yuragi eng ko'p mos tushadi. Lekin qarindosh bolaning yuragini qayerdan topaman? Nasib qilganida. Nevaramga yaxshi qaragin, Mervi. Turkiyaga kelishga tayyor turinglar. Xo'p bo'ladi. Xavotir olmang. Ikki boladan birini hayotini tanlash peshonamga yozilgan ekan. Men nevaramni tanladim. O'zing kechir, Allohim. Shahar aylanish yoqdimi senga? Zo'r-a?
Aka? Bor ishingni qil. Bola 5 kundan keyin keladi. Pulini oldindan to'laysan. Yaxshi. Hammasi yaxshilik bilan tugashini Xudodan so'ra, Laylo. Senga insof berishini men ham so'rayman. Ke. Hozir. To'xtab tur. Alo. Kelib qoldinglarmi, Laylo? Ha, sen aytgan bekatda tushib to'g'ri kelyapmiz. To'g'ri kelaver. Ishxonang qayerda o'zi? Yo'lak oxirida qahvaxona ko'rinadi. Hozir chiqaman. Xo'p. Hozir. Ketdik, yur. Suv beraymi? Mayli. Laylo, Jiliya, dugonajon. Salom. Yaxshimisan? Yaxshi keldingmi? yaxshi. Odamni sog'intirib O'zgarmabsan, dugonajon. Sen ham o'shasan. Kelaman deb axiri kelding-a? Aytganingni qilasan sen. Majbur bo'ldim. Salom kichik sayyoh. Isming jismingga mos bola bo'psan. Jahongir. Jahon kezib yuribsan-da, Jahongir. Oxirgi marta ko'rganimda yoshiga to'lmagan go'dak edi. Bir pasda kap-katta bola bo'lib qopti-ku, a? Xolangga salom bermaysanmi, o'g'lim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom aka. Istanbulga xush kelibsiz. Kelin axtarib keldingizmi yoki qaynona? Qo'shich. Yangi joyda sharoitlar yaxshimi? Yaxshi. Hech kim xafa qilmayaptimi? Yo'q. Eringdan boshqa birov xafa qilsa menga ayt. Men shu yerlik bo'lib ketganman. Qani ketdik. Bugun sizlarni men o'zim mehmon qilaman. Qorninglar ham ochib ketgandir. Juda chiroyli joylar ekan. Ovqatlanib bo'lgach, birga shahar aylanamiz. Xo'pmi? Xo'p. Ikki qaysar echki bor ekan. Ular tor ko'prik ustida uchrashib qolishibdi.
Yo'l ber debdi birinchisi. Yo'q, sen yo'l ber debdi ikkinchisi. Xullas ular bir-biriga yo'l berishni xohlashmabdi. Ikkisi ham shoxlari bilan bir-biriga hamla qilishni boshlashibdi. Natijada ikkalasi ham suvga qulab tushibdi. Jahongir? 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 Bu menman, oyi. Iyi. Tinchlikmi? Oyi. Sizga nima bo'ldi? Yoting, yoting. Hech nima. Yomon tush ko'rdim shekilli. Qon bosimingiz oshdimi? Hozir doktor chaqiraman. Samolyotga chipta oldingmi? Ha, oyi. 5 kundan keyin uchaman. Shanba kuni. Nevaramni tezroq olib kel, bolam. Tez tibbiy yordam xizmati eshitadi. Oyimni qon bosimi oshdi. Tezroq kelishning iloji bormi? Manzil? Sebzor mahalla 27-uy. Xo'p, tushundim. Aha. Xullas, dugonajon, mana shunaqa gaplar. Laylo, o'g'ling rosa shirin bola bo'pti. Uni bekor olib kelibsan deganimga xafa emasmisan? O'g'limni tashlab kelmasligi aniq edi-yu. U mening hayotim mazmuni. Tushunaman. Bu yoshdagi bolani tashlab ketish oson emas. Shirin davra. Voy, asalim o'zimmi? Ol. Ol Jahongir, yeb o'tir. Tortinmay yeyaver. O'zingni uydagidek his qilishing mumkin. Oyi, ana u rasmni ko'rib kelsam bo'ladimi? Nima qilasan? Qo'yaver, ko'rsin. Senda gapim bor. Xo'p, bora qol o'g'lim. Bora qol Jahongir, ko'rib kel. Xo'p. Ering oyim bilan janjallashgani yetmagandek menga do'q popsa qildi. Raqamini berganim uchun kechirmaysan deb o'ylagandim. Raqamimni bermaganingda ham senga hech narsa bo'lmasdi, deyla. Ichki ishlarga yozsa, boshimga bosh og'rig'i orttirib olamanmi degandim-da. Oralaring ochiq bo'ldimi ish qilib? Hozircha yo'q. O'g'limni olib ketmoqchi. Lekin men bermayman. Ering aynan bola uchun sen bilan o'chakishyapti. Bu yerlarda bola bilan qiynalasan, dugonajon. Buni tan olgin. Sen ishlagan joyda vaziyat yomon edi. Men o'sgan binikida, o'g'lim kvartirada. Bir daqiqa ham xotirjam ishlay olmadim. Hozir hammasi yaxshi. Ikki erkak bilan bitta uyda yashayapsan. Oilalari ham Bolgariyada ekan. Ha, ularning niyatlari buzilib qolsa, nima qilasan? Mustafo degani yaxshi odam. Ukasi biroz g'alatiroq. Dugonajon, qayerda qanday sharoitda yashayotganingni erta-indin ering biladi. Sen rashkchi ayolsan. Ha, erkaklarning esa deyarli hammasi rashkchi bo'ladi. Nima qayerga borishi bilan meni endi umuman ishim yo'q. O'zimga to'g'riman. Xiyonat qilgan u.
ering o'sha ayol bilan yuribdimi yoshlikdagi muhabbati bilan? Ha, topishib olishgan. Meni sevmaydigan er bilan yashab nima qilaman? To'g'ri, bu gaping ham. O'sha yengiltakni ma'shuqa qilib oladimi? Ikkinchi xotinmi? Endi menga umuman farqi yo'q. U bilan topishib olib yuzimga oyoq qo'ygan. Shuning uchun ham u bilan ajrashaman. O'zingchi? Bankdagi bo'lim boshlig'ing bilan o'rtanglarda puldan boshqa yana u bu narsa yo'qmi? Buni gap so'zlaringdan sezgandayman. Hech narsa yo'q. Dugonajon, axir yaqin dugonangman. To'g'risini ayta qol. Hech bo'lmasa atrofingda Parvona bo'lgandir? Taklif qilgan, lekin ko'nmaganman. Birga mashinasida restoranga qaytayotganimizda u qo'limni ushlashga harakat qilgan. Ana, eringga xiyonat qilibsan. Erim ana oyimchasi bilan topishib olgandan keyin men ham qasos solmoqchi bo'ldim, lekin baribir ko'nmadim. Men unaqa ayol emasman. Bejizga erkaklar kattaroq ishlarni begona ayollarga topshirishmaydi. Buni ortida esa hamisha bir narsa bo'ladi. Aytgancha, yana biroz ishlaganingda o'sgan beyni ham ilintirib olgan bo'larding. Merbek xonim esa allaqachon kampir bo'lib qolgan. Cholni boshimga uramanmi? Yo'q, Laylo. U seni o'ylaganchalik chol emas. Boyib ketishni yo'lini aytaymi, dugonajon? 2 yoqlama ishla. Ham maosh uchun, ham oshiq ma'shuq deganlaridek. Bunaqa niyatim yo'q, Dila. Senga nima bo'lyapti? Gapingga qaraganda Turkiyaga ketib qolganingdan ering sen bilan hoyna-hoy ajrashmoqchi. Shunaqami? Ha, ruxsatimsiz ketsang sen bilan ajrashaman dedi. Ering endi yoshlikdagi erisha olmagan muhabbatiga uylanar ekanda. Sen bo'lsa Turkiyada yashayotgan ozod ayolga aylanasan. Xohlasang seni bir odam bilan tanishtirib qo'yishim mumkin. Kerak emas. Nega? Seni xayoling faqat boshqa tomonda. Mayli, o'zing bilasan. Men senga yaxshi bo'lsin degandim, dugonajon. Tegma bolam. Jahongir. Qaynonang bilan munosabating qanday? Domga ko'chib ketishimizga qarshilik qilmadilar. Chunki o'z oxirgi paytda meni yoqtirmay qolgandilar. Hozir hovlida yolg'iz o'zi so'pa yeb yashayapti. Uzr-ku-ya, men qaynonangni yaxshi ayol deb eshitgandim. Dugonajon. Yaxshi ayollar ko'p, lekin yaxshi qaynonalar kam. Yo'q, qaynonang yaxshi ayol, Laylo. Yomon qaynona deb meni qaynonam aytsa bo'ladi. Mana, bizni ajrashtirib yubordi. Ammo bunda afsuslanmayman. Hozir esa mazza qilib, yallo qilib yashayapman. Battar bo'lsin. Erim onamni xizmatini qilmayapsan, yordam bermayapsan deb urush chiqarardi. Demak, oilamni buzilishiga qaynonamni eridan qolgan hovlida jim o'tirishi ham asosiy sabab ekandi deb o'ylab qolaman. Mayli-da. Jim o'tirib ham oilani buzish mumkin ekan.
Qon bosimingiz biroz ko'tarilibdi, xolajon. Shifoxonada yotishlari kerakmi? Yo'q. Hozircha shart emas. Lekin davolanib turishlari kerak. Tushundim sizni. Jahongir kelsin. Keyin davolanaman bolam. Jahongir o'g'lingizmi? Nevaram. Ha. U qayerda? Kelinim uni olib ketgan Turkiyaga. Nevaramni sog'indim deng. Obbo mehribon buvijonisi-ey. Danagidan mag'zi shirin deb shuni aytishadi-da. Siqilishlar, asabiylashishlar mumkin emas, ko'ngillariga qarang. Mayli, men boray. Tuzalib keting, xolajon. Kuzatib qo'yaman. Rahmat qizim. Yolg'iz bolamni zurriyodini o'zing asra xudoyim. Ziyofat uchun rahmat. Endi biz boraylik. Bankdagi ishing nima bo'ldi? Bo'lim boshlig'i o'zim tinchitaman degandi. Erim esa vahima qilyapti. Menimcha, meni o'sha odam bilan chet elga qochib ketdi deb o'ylayapti. Qosim aka Finlandiyaga ketgan. Bu yerga kelmagan. Eringga ham qiyin. Buni to'g'ri tushunishing kerak. Ha, yigiting qani? Ya'ni aytmoqchimanki, sen turmushga chiqayotgan odamni so'rayapman. Umi? U qahvaxona muammosi bilan ketdi. Sevib qolganing uchun turmushga chiqyapsanmi unga? Dugonajon, 30 yoshli ayolda sen o'ylayotgan sevgi yo'q. Pul va ishqiy munosabat qorishib, yoshlikdagi sevgidanda mustahkam rishta paydo bo'lgan. Sen ko'p narsani bilasan. Nima qilay? U erim bermagan mehrni berdi. Men esa uni xotini bermagan mehrni berdim. 2,5 bir butun deganlaridek. Bilasanmi Dugonajon? Ko'pchilik erkaklar yangi xotinni orzu qilishadi. Sen ajrashgansan. Xohlaganingcha orzu qilishing mumkin. Mayli. Jahongir, bu yoqqa kel. Ketamiz. Yana biroz o'tirsang bo'lardi. Qo'y. Tezroq boraylik. Yur bolam. Kel oqa, zerikmadingmi? Yo'q. Mana shunaqa kelib turgan Laylo. Ering kelsa murosa qil. Yana biror mojaro chiqib menga ham gap tegib yurmasin. Gap tegmaydi. Xafa bo'lma-ku-ya. O'g'lingni so'rasa bervor. Shunisi yaxshi. O'lganimdan keyin otalik qiladi. Tirikligimda emas. Ha, mayli. Biron kun uyingga boraman. Qanday yashayotganingni ko'rishim kerak. Ha. Zuhra opa bilan kelinglar. Mehmon qilaman. Agar ikki erkak bilan bir uyda yashash noqulay bo'layotgan bo'lsa, o'zimga aytaqa. Qayerdan ish qidirsam ekan deb izlab yurmasdan. Ha, aytgancha, bir kampir bor. O'g'li xizmatkor izlab yurgandi. Qo'ysinchi, hozirgi ishim yaxshi. Kampir haqida bugun eshitdim. Uni senga qat'iy tavsiya qilmayotganimni sababi, u biroz telbaroq ekan. Telba? Hozirgi ishlayotgan joyimda ham telba bor. Yetadi. Ha, mayli Dugonajon, o'zing bilasan. Ha, mayli-da. Ketdikmi? Lekin rosa ham chiroyli joy ekan. Yoqdimi? Chiroyli ko'chalar ekanmi, o'g'lim? Ha. Alo. O'zingmisan? Latofatga qo'ng'iroq qilaman deb menga bosib yubordingiz shekilli-a? Telefonimni ko'tarmay, SMSlarimga javob yozmay qo'yganding. Shuning uchun so'rayapman. Jahongirga shaharni ko'rsatib yuribman. Bizda hammasi joyida.
Gapimni yaxshilab eshit. SMS'imni o'qigan bo'lsang kerak. Anavi iflos pulimni kassaga to'lamagan. Sizga necha marta aytishim kerak? Gapimni eshit dedim. Bankka chaqirishdi. Bitta ariza bersam kifoya. Sen ham, o'sha iflos ham qidiruvga berilasanlar. Kredit yopilsa pullaringizni qaytarib olasiz, Alyasqar aka. Qulog'imga lag'mon ilaverma. Chipta oldim. Shanba kuni Istanbulda bo'laman. O'sha yerda gaplashamiz. Ha, aytgancha. Yashayotgan manzilingni Telegramdan yozib, lokatsiyasini ham tasha. Qo'rqma, seni qidirmayapman. O'g'limni ko'rishga boryapman. Seni esa tez orada ichki ishlar qidiradi, men emas. Hali ham o'sha vahimani ko'tarib yuribsizmi? Borganimda telefoning o'chirilgan bo'lsa yoki aytilgan manzildan topolmasam, oxirgi nayranging shu bo'ladi, Laylo. Boshqa ogohlantirmayman. Uff. Nima, oyi? Dadang har doimgidek o'zi bilan falokatni boshlab kelyapti. O'g'il bolalari katta bo'lganda dadasining xatosini tushunadi. Hozircha dadang sen uchun oppoq. Nima qilsam o'g'limni olib ketish fikridan qaytadi. Yalinib yolvoraymi? Yo'q. Ko'nmaydi. O'sha latofatingga uylan, qarshi emasman, lekin o'g'limga da'vo qilma desamchi. Yo'q. Bunga ham ko'nmaydi. Maqsadi bolamni tortib olish va latofat bilan turmush qurish. Nimalarni o'ylayotgan bo'lsam, bu hammasi uning ham xayolidan o'tyapti. O'g'limga da'vo qilmasligim uchun shartni u qo'ymoqchi. Men emas. Bolajonimni nega berib qo'yarkanman? Bolam meni joni jahonim. Qosim aka. U ishni tezroq tinchitsa, pullarni qaytarsa, Alyasqar aka ancha chalg'irmidi. Qosim aka, gaplashib olishimiz kerak. Menga qo'ng'iroq qiling. U qo'ng'iroq qilmaydi. Uxlab qolgan. Televizor ko'rmayapsanmi? Hayoling parishon? Yo mendan xafamisan? Xafa emasman aka. Axir uyimga yuboryapsiz-ku. Uyingga borasan. Bolalaringni ko'rasan. Xotiningni quchoqlaysan. Xursand bo'lsang-chi, jigarim? Menga qara uka. Balki sen boks ko'rmayotganing uchun xafadirsan, ha? Yo'q aka, boks ko'rish xohlamayman. Burgasga kemada emas,
Taksida borasan deganim uchun mendan arazlayapti deb vijdonim qiynalyapti. Iltimos. Uyingga mendan xafa bo'lib ketma. Aka, vijdon nima degani? Biror ish senga yoqmasa, shundan qiynalsang, bu vijdon degani. Ba'zi ishlar yoqmayapti. Demak, vijdonim qiynalyapti ekanda. Ha. Senda vijdon bor. Eng vijdonli odamsan. Bolani burnini qonatdingiz. Vijdonim qiynalyapti. Noto'g'ri anglabsan. Bolani burniga men bexosdan urib yubordim. Meni vijdonim qiynalyapti. Seni esa rahming kelyapti. Vijdon va rahmni farqini bilgin. Unga hech narsa bo'lmasligi kerak. Nega bunday deyapsan? Albatta hech narsa bo'lmaydi. Uni bankka chaqirib, agar oy oxirigacha kredit yopilmasa, sir ochilib jinoyat ishi qo'zg'atiladi deyishibdi. O'sha kreditni bankdan chiqib ketishiga kim qo'l qo'ygan bo'lsa, hamma javob beradi. Tepada turganlar ham. Nima qilyapsiz bu yerda? Siz haligi bola ketgani ma'qul xonim. O'g'lim haqida gapiryapsizmi? Ha. Uni himoya qilmoqchiman. Men bolalarni yaxshi ko'raman. Nimalar deyapsiz? Yaqinda akam va uni do'sti yog'och oyoq. Uni oyog'i cho'loq. Kim haqida gapirayotganingizni bilmadim, lekin hozir akangizga xabar qilaman. Iltimos xonim. Layloga nimalar deding? Agar yana biror kishiga ahmoqona gumonlaringni gapirsang, sen ham, men ham bir umr qamoqda chiriymiz. Bola chaqamizni ko'rmaymiz. Unda qorni ortadigan dori ber. Qorni og'rib yotsa, onasi uni do'konga olib chiqmaydi. Politsiya buni ham aniqlaydi. Qayoqdan aniqlaydi? Politsiya bolaga nima bo'lganini... Politsiya bolani tibbiy ekspertizadan o'tkazmaydi. Chunki uni men o'g'irlab ketgan bo'laman. $50,000 so'radi, berdim. Men o'sha bergan pulimni so'rab olaman. U dunyoda emas, shu dunyoni o'zida.